بسم الله الرحمن الرحيم. نهاية نهاية الإعراب المحلي محلي إعراب. إذا وقعت كلمة من الكلمات المبنية في موضع من المواضع السابقة يلزم أن ننطق بها كما سمعناها. Agar mabni so'zlardan bir so'z yuqorida o'tgan o'rinlardan bir o'ringa tushsa, lozim bo'ladi bizga gapirmoqligimiz qanday eshitgan bo'lsak. Walakin na'tabiru annaha fi mawdi'i raf'in aw nasbin aw jazmin aw jarrin hasaba ma yaqtazihi al-mawzi'u. Lekin e'tibor qilamiz, albatta u raf o'rnida deb yoki nasb yoki jazm yo jar o'rnida deymiz, o'sha o'rin taqozo qilgan narsa bo'yicha. Nahvu huwa alimun. Misol, mana u olimdir. Huwa bu mubtado raf o'rnida. Va innahu fazilun. Albatta u fozildir. Albatta bo'ldi innahu dagi hu mabni nasb o'rnida. Va man sadaqa qasduhu hasuna amaluhu. Kimni maqsadi chin rost bo'lsa, amali chiroylik bo'ladi deganda sadaqa mana mabni o'tgan zamon fe'li jazm o'rnida. عرفنا بالتفصيل المواضع التي يكون فيها الفعل مرفوعا والتي يكون فيها منصوبا والتي يكون فيها مجزوما. Biz unda fe'l raf bo'ladigan o'rinlarni va unda nasb bo'ladigan va unda jazm bo'ladigan o'rinlarni batafsil bildik. وكذلك المواضع التي يكون فيها الاسم مرفوعا والتي يكون فيها منصوبا والتي يكون فيها مجرورا. Shu kabi unda ism raf bo'ladigan o'rinlarni va unda nasb bo'ladigan va unda jar bo'ladigan o'rinlarni ham batafsil bildik. Va arafna annahu mata halla fi'lun أو اسم في موضع منها نرفعه أو ننصبه أو نجره أو نجزمه. va yana bildik, har qachoniki bir fe'l yoki bir ism o'sha o'rinlardan bir o'ringa tushsa, uni raf o'qiymiz yoki nasb o'qiymiz yoki jar o'qiymiz yoki jazm o'qiymiz. غير أن من الأفعال والأسماء ما يكون مبنيا أي لا يتغير آخره أبدا بتغير التراكيب كما علمنا. lekin fe'llar va ismlardan mabni bo'ladigan narsalar bor, ya'ni uning oxiri hech ham o'zgarmaydi tarkiblarni o'zgarishi bilan, go'yoki biz bilganimizdek. Chunki mabni so'zlar qaysi o'ringa, raf, nasb o'ringa tushadimi, u o'zgarmasdan turishligini bildik. فهذا المبني إذا وقع في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجزم أو الجر لا نغير آخره نظرا لوقوعه في ذلك الموضع. Mana shu mabni so'zlar raf o'rinlardan bir o'ringa yoki nasb yoki jazm yo jar o'rinlardan bir o'ringa tushsa, uni oxirini o'sha o'ringa tushganligiga qarab o'zgartirmaymiz. Ay innahu law ju'ila makanahu ismun mu'rabun la zahara alayhi ar-raf'u aw an-nasbu masalan. Ya'ni agar o'sha mabni so'zni o'rniga bir mu'rab so'z tushganda edi, albatta unda rafligi yoki nasbligi oshkor bo'lardi masalan. Va bina'an ala zalika yuqalu fi misli huwa alimun. Mana shunga binoan bu jumlaga o'xshaganlarga aytiladi. Huwa alimun, u olimdir. Huwa mubtadaun mabniun alal fathi fi mahalli raf'i. Huwa mubtada fathaga mabni qilingan raf o'rnida deyiladi. وفي إنه فاضل الهاء اسم إن مبنية على الضم في محل نسب. mana bu jumlada albatta u fozildir deganda innahu degi ha innani ismi zammaga mabni qilingan nasb o'rnida, ya'ni innahu mushabbaha hu ismi fozilun xabari. va fi man sadaqa qasduhu hasuna amaluhu. Mana bunda kim uning maqsadi rost bo'lsa, amali chiroylik bo'ladi deganda sadaqa fi'lun mazin mabniyun alal fathi fi mahalli jazmin.
sadaqa fe'li mozi fathaga mabni qilingan jazm o'rnida qasdu muzofun val ha'u muzofun ilayhi mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin. Qasdu hodai qasdu muzof, ha muzofin ilay zammaga mabni qilingan jar o'rnida. Va ala hazal al qiyasu, mana shu bo'yicha qiyos bo'ladi.